Ishlab chiqaruvchilar barcha og'ir va yengil yuklarni etajga, podvalga tushirib chiqarish uchun omborlarda foydalanish mumkin. Ko'rib berasizlar. Har 6 oyda texnik ko'rikni tavsiya qilaman. Bu Rossiya arzonda. Qimmatroq tal bo'lsa 17 ming. Xavfsizlik tizimi uchun o'rab qo'yishni tavsiya berib ketish. O'zbekistonda yangilik ishlab chiqaruvchilarimiz uchun ajoyib taklif. Mana ko'p zidaniyali bo'lganlar uchun baland qavatlarga bemalol shunaqa liftlar yasab beriladi. Yo'llarni o'rab, eshiklari bilan ochilib yopiladigan yasab berilaveradi. Mana ko'rib turibsizlar. Endi yuklaringizni tushirish, chiqarish muammo bo'lmaydi. Podvaldan boshlab 5 etajlisimi, 10 etajlisimi bemalol tayyorlab berilaveradi. Hozir to'liqroq ma'lumotni ustagamiz o'zlaridan olamiz. Salohattin aka, bu hozir baga nechta tonnali qo'yib bergansizlar? Bu yerda iste'moldan kelib chiqib holatda 1 tonnali tal qo'yib berganmiz. Bu yerga 1 tonnali qo'yilgan. Ya'ni paypoq sexga qo'yib berganmiz. Ya'ni ombor yoki tayyor mahsulotni saqlash uchun tepaga chiqarishadi, tushirishadi. Shu holatda ishlab berilaveradi. Mana ishlab chiqaruvchilarimiz uchun ajoyib lift. Buni keyin o'ralgan holatlarda ham qilib berilaveradimi? Har xil ishlab chiqarish joylariga qarab turib o'rovli, to'liq himoyalangan tizimda ham qilib berilaveradi. Buni hozir bitta uni eshikni yopib qo'yishadi, bir kishi tayyorlab qo'yilgan. Shu odamdan boshqa odam kelmaydi deydi. O'shaning uchun zarar bo'lmagan. Buni har qanaqa joyda ishlatsa bo'ladi. Ya'ni podvallik, 1-chi, 2-chi, 3-chi etajli joylarda juda qulay bo'ladi. Omborlarda, ishlab chiqaruvchi sexlarda hammalariga tushadi. Ya'ni hozirgi paytda maydon kichikroq bo'lish kerak bo'lyapti. Etajga o'tilsa, soliqlar kamroq chiqadi. Ishlab chiqaruvchilar qisqa, ya'ni komfort holatda ishlab chiqarishlari mumkin bo'ladi. Shuning uchun shularga ehtiyoj bo'lyapti. Yuklar chiqarib tushirish ham qulay bo'ladi. Juda qulay, oson bo'ladi. Mashaqqat kamayadi. Biz o'zimiz oldin o'sha Akfix bazada ishlaganmiz. Chiqarish ham biz 3 qo'l bo'lardi, 3 qo'l otilardi. Chunki 2 etaj edi. Keyin tushirishga lenta bo'lardi, lentadan tashalardi. Endi qolganiga ham lenta qo'yilgan. Lenta noqulayligi hali bittalab doim olib turish kerak-da, taxlab olib ishlab bo'lmaydi. Shu tarafdan ancha qulay bo'lar ekan. Qulay bo'ladi. Ishchi kuchi kamayadi bunda. Ishchi kuchi kamayadi. Mehnat unumdorligi oshadi, ishchi kuchi kamayadi. O'sha biz 5 kishi qilgan ishni 2 kishi qilaveradi. Keyin bekka hozir mana 1 tonnali tal qo'yganmiz. Buni tushgan summasi 14 million so'mga to'liq bitgan. Usta haqi, materiallar, tallar, elektr qismlari bilan topshirilgan. Keyin buni servisi qanaqa bo'ladi? Servisi endi garantiya, ishlashiga garantiya qilib beramiz. Servis xizmati keyin pullik bo'ladi. Ya'ni hozir bu rabochiy eski BU narsalardan yig'ilgan evaziga shunaqa. Agar yangi narsa olib berilsa, 1 yilgacha servis xizmatini bepul qilib beraveramiz. Yangi mahsulotlardan. Yangi mahsulotlarning asosan temiri o'z-o'zidan yangi eskiligini qizig'i yo'q, faqat tal. Yuk ko'taradigan shu motorini yangi olib berilsa, 1 yilgacha servis xizmati bepul bo'ladi. Ana agar servis bilan olaman degan ishlab chiqaruvchilarimiz uchun O'zbekiston bo'yicha xizmatimiz O'zbekiston bo'yicha bo'laveradi. Xizmat ko'rsatiladi. O'zbekiston bo'yicha xizmat ko'rsatilaveradi. Lift, tal yasab berish hamma xizmatlar mavjud bo'ladi. Keyin buni garantiyasi agar o'sha talni yangisidan olib tayyorlanadigan bo'lsa, narxi ozgina o'zgaradi, lekin 1 yilga servisi bepul bo'ladi. Bo'lmasa, agar arzonroq tushsin deganlar uchun rabochiy tallardan foydalaniladi, lekin servis pulli bo'ladi. Shunisini aytib o'tib ketamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ishlab chiqaruvchilarga video jo'natib qo'yamiz. Videoga like bosib, qo'llab turasizlar. Ramazon oyida hammaga foydali bo'lsin deb shunaqa mahsulotlar chiqarilyapti. Bu mahsulot hamma ham yasalmaydi. Bu ustakamiz sifatli qilib, mana garantiyasi bilan bemalol yasab berish oladi. O'zbekiston bo'yicha xizmatlarimiz mavjud. Qanaqa ishlab chiqarish bo'lsa yoki skletlar bo'lsa, polni yasab berilaveradi. Etaji cheklanmagan holatda 5 etaj esa 5, 10 etaj esa 10. Kilogrammi ham 1 tonnadan boshlanadi. Aytgan tonnangizgacha tayyorlab beriladi. O'rov holatlari hozir aytganimizdek, o'rab, eshiklar ochilib yopilish, hamma yo'qni konkret qilib berishadi O'zbekiston bo'yicha. Videoga like bosib qo'yinglar.